imtihon savolida tushayotgan va ayrim o'quvchi qiynalayotgan savollardan birini ko'ramiz. Diqqat qilinglar. Demak, qaysi avtomobil haydovchisi qoidani buzmasdan harakatlanmoqda deyapti. Belga e'tibor berishyapti. Mana bu tepada turibdi-ku 582 tasma bo'yicha harakatlanish yo'nalishi. Chap tomon ko'rsatgan seriki chapga burilishi ham mumkin, qayishi ham mumkin, chekka chap qatoriga. O'rta qatordan ham chap ko'rsatyaptimi, to'g'riga chap demay burilishi ham mumkin chapga deb xato qilib qo'yishyapti. Vazifasini to'g'ri etishyapti, lekin bitta belgini ko'zdan qochirishyapti. Mana. Demak, 318 chapga burilish taqiqlanadigan sariq fonda vaqtinchalik belgi qo'ygan. Biza shu yerda aynan shu vaqtinchalik belgiga qarashga majburmiz. Umuman chapga burilish taqiqlanadi. Qizil mashina qaqqari chap ketyaptimi? Qoida buzyapti, mumkin emas. Strek turgan bo'lsa ham vaqtinchalik qarashimiz kerak. Ko'k avtomobil chapga burilmayapti, lekin orqaga qaytib ketyapti. Bu qoida buzmayapti. Demak, qoida buzmasdan harakatlanayotgani ko'k avtomobil deymiz. Eslab qolinglar, like bosib qo'yishingizdan chiqmasa videolarga kommentariyada fikringizni qoldiringlar.